hammasini o'qib qoldi. Qanday qilib aytdim, men bolani ko'rasa kelib ichga men sizga aytdim-ku, mana keldim, juda yaxshiman dedim. Zo'r dedim. Holat yaxshi, ha? Holat juda. Aka, siz doktorlar nima degan? Men doktorlar men shahrim ko'tarib ketib borayotgan paytda men mana bu yerdan buyog'i og'riyotgandi, keyin tuzagacha chiqib keldi-da. Men aytdim, ukolni shunchalik zo'r ayganim yo'q. Men aytdim, davaychi deb. Ana keyin nima bo'lgandan keyin yana oldiga kirdimdagi buyoq kelishadi. Men aytdim, yana oyog'im o'rab chidayolmayapman men dedim. Aka, bu og'riq bo'lsa yaxshi dedim. Men aytdim, endi ilojim boricha qildim men hammasini. Men aytdim, yo'q, men og'rimasga uxlamayapman. Keyin shu bilan Oybekka telefon, Oybek mana shuni aytdim. Sen kelaver jo'ra, o'rtoq kel. Shuncha keldim, mana men uxlamayman, umuman hozir mana mazza qilib uxlayapman. Ne qancha bo'lgan bunga, Shoxona? O'zi 8 oy. 8 oydan beri azobdasiz. Azob, men uxlamaganman, umuman o'tirib yig'lab chiqaman. Mana endi mazza qilib uxlayapman. Shu necha kun, 2 kundan beri kelayotgan bo'lsa, mazza qilib uxlayapman. O'zi 3ta oldingiz seansmi? 3ta. 3ta seansda o'z birinchi seansda natija bo'ldi. Natija bu shuni men aytdimki, men zo'rman dedim, o'sha kun ushlaganingizda. Kechqurun o'likda bo'lib ketdim, borib mazza qilib uxladim. Umuman qimillab keladi. Bu turib qaraydi. Uxlayapti, mana shu. Juda odamlar har narsa deb gapiraveradi. Men odamlar, shu gapirayotgan odamlarning oldiga meni chaqirtirib olib borib, men shunday gaplashaman shularga. Yo'q, men bitta tepadan qo'rqaman, odamzoddan qo'rqadigan odam emasman. Men to'g'risini aytaman, yolg'on gap bu narsa kerak emas. 4 kun 3 kunda chiqargan. Meni qo'shnim jo'natdi-da. Aka, boring. Men xotinim ko'rib gaplashdi, qanday ekan, nima qilib. Shuna berkin qilib, men hozir yaxshiman. Sevimiz ayol bo'lmasa. Uxlamasdi o'sha ayol. Ayolingiz ham yaxshi. Ayol mana Xudoga muqqallashga, bu o'zbek millati emas, Koreyan. Shu o'shagancha bulam oyog'im og'ritdi, yiqilgan edi. Mana hozir yaxshiman. Mana yaxshi uxlayapti. Uche bo'l cho'ni-but есть desam, niyatu deydi. Sizda orqangizda gapirgan ular hali tili besuyak insonlar. Har qanday nima bir xil sapsirta gaplarmalar bilan yurib, ana shunday gapirib ketadi. Endi aka, hayot shunaqa ekanda, endi odamning o'ziga yarasha dushmani bo'ladi ekan. Har kimda o'zining dushmani bor, o'ziga yarasha. Endi bizni dushmanlarimiz o'zi hamma biladi kimligini. Haqiqatda gapirtiradi, ularga gapirtiryapti hamda. Yomonlab ham gapirtiryapti, muncha pul oldi degan fikrlarni gapirtiryapti-da. Prosta biz Allohdan qo'rqamiz. Biz ham gapirsak bo'ladi chiqib. Lekin Alloh turibdi-yu. Alloh menga tashab qo'y deydi. Men shu Allohga tashab qo'yaman-da aka. O'shaning uchun men hayron qolyapmanki, shunchalik odam bu dunyoda birovni yomonlab, birovni har xil tuhmatlar qilib gapirish, bu ertaga azob berishini bilmaydimi deyman-da. Hamma Xudo bergan sizga nima bu? Har kimga nimaga menga bermaydi, nimaga bu yoqqa bermaydi? To'g'rimi? O'shaning uchun sizga nima qilib, men shunday siz dedi nima qilib boring shu akani oldiga, kelinchak yonimda. Mana bu men o'zim mana shuniki. Ixlos qilib boring Sherxon aka, ko'rasiz. Natija yaxshi. Juda men judayam men katta rahmat. Men vrachga og'riningni ol, meni tuzat. Og'rimman, men uxlamay, nevaralarimga kun yo'q men. Yotaman tepkilar ezadi, 12 ta nevaramsa hammasi tepamda yuradi. Kechasi 12 ga yarim soat turib qolaman. Shu, aptekalarga boraman, qanday dori deb men so'raganimda hamma aptekasi biladi meni. Men abzibarishib ber. Mana shu dorilarni mana sumkadan o'tib, mana shu dorilar ko'ryapsiz. Hamma aptekadan ana shu abzibarish mana shularni olib tuzalay deb yurgan, mana sumkamda ekan. Bir tutada dori bilan kelganman. Mana qaytarib ber aptekaga deydi. Men mana shu yerdan ham oldim. Agar birinchi kun keldim-ku, ayani bo'lsa sutamiz, abzibarish dorilar ber deb, ana uspokayishlar ber deb olib keldim. Larisa! Qolgan akamiz Laris! Surxondaryoning Denovdanlar, akami, Oybek akami yaqin qarindorlari, biz ham qadrdonimiz. Rosa qiynalganlardan keyin aytib, rosa chaqirtirdik. Hali birov bag'da reklama qilib jo'natgan yo'qda, o'zi intilib, o'zi oqtarib kelib, shu yerda haqiqatan ham sizdan shifo topib turganlarni eshitib turib kelib, mana 3 kun
bir kelganlarga 5 kun bo'lgan bo'lsa juda ham o'zgarish katta, uxlayaptilar. Xudoga shukr qilaman, kechqurun 3 ta seansdan keyin zo'rman deyapti. Haqiqatdan ham meditsina orqasida davolanganda davolanib denodan kelishmasdi-da. Odamlar sizdan shifo oqtarib intilib kelyapti. Yomonlik qilyapti turganlar, gapiryapti turganlar hammamizga ham Xudo bor. Hammamiz ham ko'rib turibdi. Agar odamda aldash bo'lsa bir marta, ikki marta aldanadi. Bu yillar davomida odamlar sizga iltinib, mana odamlaringiz turibdi, ochirat kutib, hammasi ham kelyapti, vaqt ajratyapsiz, davolayapsiz, shifo topyapti. Alloh barakasini bersin. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Sizga yomonlik qilyapti turganlarchi, Alloh ularning jazosini bersin. Albatta. It hali quradida. Ha, o'shaning uchun mana guvoh, mana yaxshi kunlarda qiblaga qarab turibmiz. Akam Denovdan kelganlar, Surxondaryodan kelganlar. Bir mehmonimiz bo'lib, yuriyaptilar, kelganlarda oyog'ida bosolmasdan zinapoyadan chiqarmayman, pastroqda o'tiray deb turgan inson mana 3 kunda zo'r yotdilar, zo'r uxladilar. Yomonlik qilyapti turganlar, gapiraversin. Lekin o'shalarda orqasidan odamlar ishonmasdan, baribir davo ko'rmayman ekan deb qiynalayotgan qanchadir. O'shalarga to'sqinchilik qilyapti. Shu yerda aptekada oldim. Kechasi uxlamay azbaylishi ber menga dedimda uxlab qoldim. Sutka hech narsa ichmadim, dori ham bironta edi. Mana odamlar har xil vasvasalarda orqasidan, g'iybatlarda orqasidan bu insonga gapirayotganlar orqasidan o'zlarining sog'ligiga qaranglar. Ishonmanglar ularning gapiga, kelib davo topinglar vaqtida. mana birontasini ishlatmadim ham. Albatta Qo'qonga kelib oldingiz bu dorilarni. Mana shu aptekadan oldim. Mana Bu yerda og'rib qolsam ichaman degan maqsadda. Mana hozir qaytarib beraman dedim. Kerak emas menga. Ichaman deb Это olingan. все обезболивающее. Ага. Вот это, вы сами знаете, мне навезли. Да, да, да. Опухоль. Видите, все не раскрыто. Hammasini men qaytarib bera kerak emas menga. Mana men uxlamayman, ishonmaysiz. Umuman Мы 2 дня, извините за выражение, балдели. Он вообще не болел, вы знаете. да, да. Ноги когда болят, это же ужасно. Да, да. Ноги скрючены. Сейчас хорошо. Хорошо, Я да? тоже под коленом. О, Я вы же как говорю, сейчас? упала. Я тоже хорошо, слава Da, da. Богу. Alloh rozi bo'lsin. Bu Rahmat. torku Alloh pamagan niya. mana Garanti. Surxondaryoga boring, Xudo xolasa. Mana hozir bitta ikkita nimalar blogerlarimiz ayrim mayli ularga ham hisob bersin-u. Banisalarga borib gapirtiryapti. Endi to'g'ri banisalarga ham bilmayman, odamlar bormay qo'ydimi ekan. Bizga teskari qilish uchun ko'p ishlar ko'rsatishyapti-da endi. Ularga ham Xudo bor. Endi qayerdan Alloh shifo beradi bilmadim. Balki doktorlardan ham berishi mumkin. Balki bizda endi men birovlarni yomonlashimni ko'raman. Men o'zim uchun javob beraman, Allohga oldida javob Men beraman. doktorda hammasini ko'rdim. Doktorda hammasini. Men aytdim, qancha desan soqqangni ol, men to'xtatman buni. Beraman. Kutumdagi yurgan Range Rover mana uni ham beraman, meni to'xtating. Kuniga 18 kechasi. Varis, слышь, я во сколько ухожу ходить xatbaga, во сколько? 2da kechasi chiqib ketaman, oyog'im og'rimasin, qayerda? 18 kilometr yuraman. Mana Xudoga shukr men. Yorug'lik keldi. O'zimga keldim. Juda. Men ko'z yoshim umuman to'xtamasdi kechasi. Aka mana hozir Sherxon aka mana sizni butun dunyo ishlayapti-da hozir. Mana ko'ryapti ham, ishlayapti ham endi. To'g'ri, men hech kim emasman. Mana sizlarga o'xshagan odamman. Men ham sizni tanimayman bo'lmasa. Oldin ko'rardim, "Hey" derdim. O'zim u yerda qo'shnim kelib ketdi, ertasi kuni yetib bordi. Qizim aytdi, "Dada, boring." Aka Xudo xolasa yaxshisiz. Xudo xolasa bu Allohdan eson-omon yurtingizga boring, shaharingizga boring, baylar chaqaringiz, oilangiz bilan mazza qilib o'tiring. Bundan keyin kasallikni ko'rmang. Yo'q. Men niyatim shu. Dunyoda kasal qolmasin deyman xolos. Просто bitta odamlarni fikrini, ko'nglini buzib turgan odamlarga Alloh insof bersin. Insof bersin, haqiqatan. Haqiqatda meni shu yomon deb ko'rsatib turganlar Allohning oldida shu o'zi o'tkirichi Alloh ularga ko'rsatib qo'yadi. Bu dunyoda ko'rsatmasin, narigi dunyoda ko'rsatadi. Hammaga insof bersin. Va hammalarimiz biz yurtimizda, zamonimizda, bu chiroyli zamonda podshohimiz ular shukr qilib yashashni bilmayapti, o'nimlar ayrimlar. Shuning uchun men qo'limdan kelgan ishni qilaman. Men endi mana 5 yil kalaskada o'tiryapman. 5 yil. 5 yil kalaskada o'tiryapman, kateterlardan tirnoqlarim sug'urilgan. O'shalar gangrena bo'lmasin, boshqa bo'lmasin, og'riqdan bo'lyapti degan uchun
Mana Xudoga ming qara shukr, mana keldim, men xursandman. Umuman o'zimni ko'ylayman, sig'mayman men. Hozir men boray yoqqa. Bir yurib ko'rsating, o'zingiz sakrab ko'rsating o'zingizni mana. Hozir men umuman juda nima qilolmasdim. Oyog'im bo'lsa, dirlab mashina ozod bergan mashinam haydayolmay qoldi. Oyog'im как будто shishib ketgan, krossovkam shishib ketgan. Mana qizlarim yengil narsalar mavjud, qismasin oyog'im. Mana Xudoga ming qara shukr. Mayli, aka. O'zi sportsmenman, bu yana men kuchi ber. Men xursandman aka, Alloh rozi bo'lsin. Undan keyin kasal bo'lmang. Oilangizga hech kim darddan bermasin, Allohim. Aka, kecha men bitta negativini siz oyoqlarim yaxshi deb qolganingizdan keyin ko'rdim, bitta negativni yozib, bitta tojikistonlik xotin men deyapti. Keyin undan so'rayapti-da, qachon bo'ladi desa 22-yil deyapti. Demak, hozir o'zi dushmanlaringiz tili yopilib, odam topolmay 22-yilni ko'taryapti. U 3 yil oldin haqiqatan ham o'sha odam gapirganmi yo'qmi, montajmi? Endi haqiqatdan eshitdim 1,5 ming dollar. Qaysi odam o'zi nogiron balasi ekan. Nogiron balani Alloh shunaqa yaratib qo'ygan. Uni ota-onani gunohini evaziga shuni nogiron yaratib qo'ydi ayrim joylarda-da. Ota-onasi bir gunoh qilganki, bolaga uradi. Ha. O'shani biz men aytaman-da, u birovga maqmaylik, gunohi bolaga uradi. Nimada u? Beayb parvardigorda. Endi aka bizda mana 1,5 ming dollar sarfladi deyapti aka. Biz qanday biz o'sha paytda 10 yoshgacha bo'lgan bolalar pulni olmaganmiz. Olmaganmiz. 1 yil 2 yil olmaganmiz-da. Endi Xudodan qo'rqish kerak-da. Xudodan qo'rqmasdan tikka buni o'sha doktorxonada o'tirg'izib olib gapirtiryapti, o'shalarga ham hisob bersin. To'g'rimi aka? Apa, agar haqiqatan ham shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, Xudodan qo'rqing. Sizga o'xshab turib g'iybat qilyap turganlarda orqasidan ko'pchilik kela olmasdan fikr o'zgarib, 22-yil, qarang, 22-yildan bahsiga nima kelmaysiz? Buni hozir 26-yilda turibmiz. Sizni oqtarib topib, negativchilar borib gapiryapti, siz shu narsalar o'ylab topyapsiz. Hammamizga Xudo bor. Bu narsalarni esingizdan chiqarmang. Sizga o'xshaganlarda orqasidan yomon gap, yomon fikrlarda orqasidan malham topaman degan odamlar kelanib qolyapti. O'zingiz bir narsa bo'lsa, siz yo 1 so'm uchun yo 2 so'm uchun gapiryapti turgan bo'lsangiz, boshqalar yo'lini baylamang. Mana akamiz Surxondaryodan, Denodan kelishdi. Yoshlari 60 dan o'tgan, yurishlari mana oyoq azobidan qutulib, xursand bo'lib turibdilar. Siz odamlarning yo'lini baylamayapsiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, Xudodan qo'rqing. Men kecha ko'rdim, sizga negativ yozibsiz ekan, men sizga gapirdim. Xudodan seni majburlab chaqirganmi shu inson deb yozdim. O'qiganmisiz? Men Asadbekman. Siz yozgan, men sizga javob qaytardim kecha. Odamlarning yo'lini yomon fikrlarga borgizmang. Sizga ham Xudo bor, apa, o'sha yerda o'tirib 22-yilda 1,5 ming dollar berdim deyapsiz. 1,5 ming dollar endi katta pul. Ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz, lekin kimnidir gapiga ishonib turib, kimlardir aynaqasiga o'ynab turib, odamlarning fikrini chalg'itib qo'ymang. Hammamizga Xudo bor tepada. Hammasiga hisob bersin. Ya, Xudo inson bermasa, bular bari gapiraveradi. Allohdan hamma mayda endi gapiramasa til gapiraveradi. Uni qanday gapirtirishni bilish kerak-da. Bu til yaxshilikka ham gapiradi, yomonlikka ham. Bu Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, yaxshilikka gapirish kerak. Masalan, mana doktorxonalarga borib milliard pul sarflab tuzalmasa hamchi, indamaydi. Bizga kelib qanday pul rasxot qilib qo'ysa, shuni gapiradi. Mayli, hammasiga insof bersin. Salomat bo'linglar. Men hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman. Dunyoda kasal qolmasin.